Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan. Qur'ondagi shifo oyatlari. Shayx Abul Qosim al-Qushayri shunday hikoya qiladilar: o'g'lim qattiq kasal bo'lib qoldi. Hatto uning tuzalib ketishiga umidim qolmadi. Qattiq iztirobga tushdim. Shu kecha janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim va u zotga o'g'limning og'ir betobligidan shikoyat qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shunday dedilar: shifo oyatlarini bilmaysanmi? Men darhol uyg'onib shifo oyatlarini fikr qildim va Qur'oni Karimning 6 joyida ekanini topdim. 1. Tavba surasining 14-oyati. Suraning o'zbek tilidagi matni. Mo'minlar hamma sinalariga shifo beradi. Yunus surasining 57-oyati. O'zbek tilidagi matni. Dillardagi narsa shirk illatiga shifo. 3. Nahl surasining 69-oyati. O'zbek tilidagi matni. Ularning qorinlaridan odamlar uchun shifo bo'lgan turli rangdagi sharbat, asal chiqur. 4. Isro surasining 82-oyati. O'zbek tilidagi matni. Biz Qur'ondan mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz. 5. Shuara surasining 80-oyati. Kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur. 6. Fussilat surasining 44-oyati. O'zbek tilidagi matni. Ayting: ushbu Qur'on iymon keltirgan zotlar uchun hidoyat va dildagi ma'naviy illat uchun shifodir. Mazkur 6 shifo oyatini bir sahifaga yozdim. Uni suv bilan yuvib idishga tushirdim va o'g'limga ichirdim. Shifo oyatining xosiyati bilan o'g'lim darddan butunlay forig' bo'ldi. Sizga o'qib eshittirganlarim manzur bo'lsa, like tugmasini bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.